Arendaga hovli $250. 1,5 sotkga joylashgan uchastka. Bu xonada oshxona bor, to'pli pol bo'lgan, akvaryumlar qo'yilgan. U eshikni ochsak, hozir ochib ko'rsataman. Tak, issiq suv bor, sovuq suv bor, gaz svet bor, steralka bor, dushovoy bor. Cho'milishga hammasi bor, hammasi ishlaydi. Narxi $250. Faqat ayollar yoki oilaga beriladi. Toshkent shahar Bektemir tumani, Bektemir Bo'zgai yonidagi ko'chada joylashgan. Dush bo'ladi, tualeti, kirib chiqish uchun asosiy darvoza. Uyimiz 3 sotuv bo'lgan, yarmida mana zabor orqasida egasi yashaydi, bu yoqda sizlarga topshiradi. Ahil inoq yashash sharti bilan. Uyimiz 2 xona, xonalar ichma-ich, ko'rayotgan narsalar hammasi qoladi. Profilda bundan boshqa uylar ham bor. Sizlar bilan makler Akmal. Maklerskiy $125. Ozgina kami bor, kelishib beraman. Obuna bo'lib qo'yish unutmanglar. Telefon nomeraini yozaman. Rasm bilan lokatsiyani Telegram kanalidan olasizlar. Konditsioner bor. Aytgancha svetga to'laysizlar, gaz bilan suvi kelishamiz deyapti egasi.